Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizi devamlaştırıyoruz. Prezident Obama bilen Hillary Clinton kol tutuşup, rekabetçilikni dostlukka aylandırıp, bütün partiyanın ittifaklaşışını ilgiri sürdü. Mavzulu haber Amerika Ovazı'nın Xitay Tel programması ilan kılındı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Obama ve burunqi rekabetçisi Hillary Clinton hanım, saylam rekabetçisi cumum. Hillary Clinton hanım, Prezident Obama olan Hillary Clinton hanım aynı çağda prezident sayılmağa düşken. Hanım kol tutuşup, ittifaklaşıp bir taraftan Prezident Obama Hillary Clinton'un Aksaray'a kirişige yardım kılsa, yani bir taraftan Prezident Obama Aksaray'dan ayrılsa, onun siyasetini Hillary Clinton'un davamlaştırışını kolga keltirmekçi oldu. Prezident Obama yığında təsirlik nutq sözüldü. Prezident Obama saylam yığınıda təsirlik yığını, saylam yığın təsirlik nutq sözlüdü. Amerika xalqının Hillary Clinton hanımını Amerika'nın 45. növbetlik prezident qilib sayılışının sebeplerini çendirip koyuşum gerek. Dep hesapladı. Prezident Obama haftanın 2. günü Seyşembe, Şimali Carolina ştatı Charlotte şehrinde bir yığında nutq sözledi. Men intayin xuşalman. Hillary Clinton meni xushal qildi. Men bir ishni qilishga tayyorlanyapman. Prezident Obama o'zining sobiq davlat ishlar kotibini Hillary xonimni aqlli, nihayet salohiyatli, keskin ish bejaradigan, hissiyatga boy rahbar deb tasvirladi. Hissiyatga boy rahbar deb tasvirladi. U bu davlatni qo'g'diya oladi. Emgakchi oilaga yordam qila oladi. Amerikaning manfaat va qimmat qarashlarini qo'g'daydi, ilgari suradi. Prezident Obama yanımında ko'rsatdi. U yani Hillary Clinton bütün dunyoni harakatga keltirib, biz belgilagan ishlar uchun kuch chiqara oladi. Biz to'g'ri deb qaragan ishlar uchun kuch chiqara oladi. Hamda boshqa davlatlarning bizning Amerika bilan birlikda tirishchanlik ko'rsatishiga kafolat qila oladi. Biroq bu yig'in deganda saylam deganda prezident saylam bo'lyapti hozir Amerikada. Shuning uchun shunda yig'inga berib hozir Shimoliy Karolinada navbatdagi prezident Obama Hillary Clinton'ni saylamda qo'llab yuqoriqidek nutq so'zlayapti. Prezident Obama yana bunday ko'rsatdi. Bu demak kuch. Bu demak rahbardir. Bular Hillary Clinton'ның nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining kelar navbatlik prezidenti bo'la oladiganligining sabablaridir. Demokratlar partiyasi Prezident Obamani intayin yaxshi ko'rdi. Prezident Obama'nın prezidentlik saylamiga tushgan Hillary Clinton'ni qo'llashi Demokratlar partiyasining Hillary Clinton'ni prezident nomzodi qilib ko'rsatishiga yordami bo'ladi. Hillary Clinton Prezident Obama bilan havo armiyasi 1-numurluq maxsus aeroplanga o'ltirib, yig'in maydoniga yetib keldi. Prezident Obama ve Hillary Clinton hanım ayrım halda nutq so'zladi. İki kişinin siyaseti bir-biriga zid münasebetlik idi. İki kişinin kelgüsiga bo'lgan ko'z qarashimi birdek edi. Hillary Clinton Prezident Obama bilan siyosiy raqobatchidan qanday hamkorlashuvchiga aylanganligi va yana do'stlarga aylanganligini eslab o'tdi. Biz raqobatchiydik, yani saylam davrida demakchi Hillary Clinton hanım biz qanday do'st bo'ldik, raqobatchilikni qanday tugatdik, bugun qanday qilib bir sani keldik degan ishlarni tarixini eslab o'tdi deydi. Hillary Clinton bunday ko'rsatdi. Prezident Obama tushunadiki, biz uning rahbarligida zo'r natijalarga erishgan bo'lsakmi, keyin yana nurg'un xizmatlarni qilishimiz kerakligini Prezident Obama yaxshi biladi.
Demek biz Prezident Obama'nın rəhbərligində zor qəlblərini qolğa keltirdik. Yani zor qəlblərini qolğa keltirişimiz gerek. Şunu bunu Prezident Obama yaxşı düşündü dep sözünü tügetti. Hillary Clinton hanım Şimali Carolina saylam meydanıda.